mani qo'rquvim 30 yillik qo'rquv. 30 yildan men qo'rqaman, tig'da takka borolmasdim. Yo'q, tiqqa eltib tutasizlar deydi. Tiq emas ekan, yaxshi narsa ekan bu. Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidan kelganman. Bu yerda ham bezovta qilgan sababli 2 yillardan buyon og'riq yuruvdi. 15 kunlar ichida og'riq hech ham to'xtagani yo'q. Kuchli og'riq berdi. Keyin shaxsot tufayli, temir shaxsot tufayli mana shu yoqqa bizlar ana berdilar. Bir kelib ketgan qani shu yoqlarga ustoz mevda ko'rsataydi. Keyin ustozlari Sanjar Husaynov akallar uchrashdik bilan, uchrashtirdilar mana bizlarni. Xudoga shukr. Kecha operatsiya bo'ldim. Operatsiyada yaxshi og'riq sezganim yo'q, hech ham sezganim yo'q. Deganingizda yuragingizda tosh qorilgan. Tosh, bular aniqladi, tosh juda katta ekan. Tosh juda katta. O'z yo'qlarga murojaat qildim men. Endi keyin shaxsot tufayli bu yo'qlarga keldim, mana Xudoga shukr. Operatsiyadan yaxshigina aniq qilishdilar. Toshimni kattaligini endi bilmayman, ayta olmayman, juda katta bo'lsa kerak. Bu yerda ham ishdan chiqay deb qolgan ekan. Rahmat shularga, kattakon rahmat. Mana kecha operatsiya bo'ldi, bugun Xudoga shukr ancha yaxshiman. Bularga rahmat aytaman hammalariga. Kichik xodimlardan tortib ustozlarga kattakon rahmat. Mana shu holatga keltirdilar. Men yomon holatda edim, juda yomon holatda kelgandim. Xudoga shukr mana turib yuribman bugun, ancha yaxshiman. Rahmat deyman hammalariga. Yo'q, hech ham kesishgan yo'q. Hech qanday bilganim ham yo'q men operatsiyani. Bilmagan holat ish qilib yaxshi anaqa qilib berishlar. Tekshirgani ham yo'q, qon nima chiqqani ham yo'q hech narsa. Hamma narsa yaxshi. Yaxshi o'tdi. Rahmat deyman bularga. Operatsiya jarayonida og'riq sezdingizmi? Yo'q, sezganim yo'q. Og'riq sezganim yo'q. Muomalalari ham bir-biridan yaxshi. Hech ham og'riq sezganim yo'q. Yo'q. Ozgina og'riq bo'lib o'tib ketdi. Hech narsa anaqa qilingan yo'q. Endi yuribman mana. Yaxshi, Xudoga shukr, yuribman. Bugun mana javob berishyapti menga. Kecha operatsiya bo'ldi, bugun mana javob berishyapti. Kattakon rahmat. Ustozlarga ham, shaxsatchiga ham rahmat. Sog' bo'lsin bular ham. Bundan ham ana bo'lsin, martabalari ulug' bo'lib, yaxshi nimalarga yana ham kuchli ishlayversinlar. Bular hamisha minnatdorman. Yana bitta operatsiyamga kelish niyatim bor hali. Bola sizga o'xshab yuragida toshi bor insonlar borda. Shu taniga murojaat qilishni bilmayman yoki qo'rqib murojaat qilishdan qo'rqib yurganlar bor. Hamma ko'rishi mumkin, menday qo'rqoq bitta o'zi. Men yomon qattiq qo'rqaman. Mana shu tufayli kelib, shaxsot tufayli yurak ushlab o'ltirman dedim. Mana hech qanday qo'rqib bo'lmaydi. Shularga suyanib, bemalol kelaverish kerak ekan. Shu vrachlarga suyanib kelaverish kerak ekan. Men shularga suyanib, qo'rquvimni qochirib, Qashqadaryodan keldim shu yerga. Lekin Xudoga shukr yaxshi anaqa qilishdi. Bitta ham og'riq sezganim yo'q. Endi 4 soat o'tganmi operatsiya, menga bilingan yo'q bir ham. 4 soatmi, 4,5 soat men bular bilan men bir yotdim, bo'ldi, turib keldim. O'zimga keldim darrov. Olib o'tganlarcha o'zimga birinchi 92-yil tug'ilgan bo'lsa, 93-yil pirs bergandi bu. Bu toshim endi juda ham kuchli, qattiq tosh ekan. O'shanda men simsim og'riq bor edi, mana shu arada yomon qo'zg'ab qo'yayapman. Hamisha apparatga tushirdim, juda tosh katta bo'lib ketgan ekan. Meni qo'rquvim 30 yillik qo'rquv. 30 yildan men qo'rqaman, tig'da takka borolmasdim. Yo'q, tiqqa eltib tutasizlar deydi. Tiq emas ekan, yaxshi narsa ekan bu. Qonam ketgan yo'q, hech narsa bo'lmayman. Eynimam hech yerim qon bo'lmaydi. Yaxshi ekan, juda yaxshi ekan. Rahmat doktorlar. Yotishlari juda yaxshi. Mana xonada beri ovqatlanatdik. Hamma narsa oppoq, toza, ozoda. Sharoitlari yetarli hamma narsasi. Issiq ovqat, hamma narsa, choylar, hamma narsa yetarli. Bir pervo iftor ovqatlar, ertalabga ham 2 xil ovqatlar, hamma narsasi yetarli. Men minnatdorman, rahmat aytaman bularga. Juda minnatdorman. Hamma sharoit yetarli ekan. Bizda tasavvur qilgandan ham ziyod ekan dedilar. Bemalol kelib murojaat qilishaversinlar. Qo'rqoqlar ham kelaversin. Eng qo'rqoq men edim. Xohlagan joydan kelsinlar. Muomalalari endi vrachlarning juda ham yaxshi. Muomala hammasining muomalasi yaxshi ekan. Shunga men minnatdorman bularga. Rahmat, kattakon rahmat hammalariga. Sog' bo'lsinlar hammalari. Charchamasinlar hech qachon. Sog' bo'lsinlar.
Mana shu Qashqadaryodan keldik biza. Turmush o'rtog'imni olib keldik. Buyruq olib. Mana shu doktorlarga rahmat. Judayam yaxshi xizmat qildi. Sog' bo'lsin. Va ishi omad. Doim mana shunday martabalar ulug' bo'lsin. Bundan ham rivojlanib yaxshi bo'lib ketsin. Shogirdlari ham kattakon rahmat. Izlardan izdosh bo'lib ketsin. Ota-onalari ham rahmat shularni tarbiyani ham. Yashasinlar. Yashasinlar. Sog' bo'lsin. Rahmat.